Ko'z oynak taqishning nima keragi bor? O'zi bu keraksiz narsa. Shunday o'ylasangiz adashasiz, chunki men ham aynan xuddi shunday o'ylagan ekanman. Ko'z oynak sotadiganlarni bu oddiy marketing deb o'ylaganman. Lekin men adashgan ekanman. Ko'zimda, ko'z nurida muammolar boshlangandan keyin men aynan Vied assotsiatsiyasining grafenli ko'z oynagini xarid qildim va shu Vied assotsiatsiyasiga hamkor bo'ldim. Bu o'zi stiklosi nulyovka, plus ham emas, minus ham emas, ko'zimizni ultrafiolet nurdan himoya qiladi. Buni asosiy xususiyati opravasida. Opravasi nima qilib beradi? O'zidan anion, manfiy ion, отрицательный ion taratadi. Butun bosh qismimizda qon aylanish sirkulyatsiyasini yaxshilaydi. Ko'zimizdagi har qanday glavkoma, katarakta, miopiya, ko'z quruqlashishi, ko'z yosharishi, ko'z qizarishi, ko'z qichishi, shunaqa muammolardan qutulasiz. Umuman sizni himoya qiladi. Kim kompyuterda ishlasa, kim telefonda ishlasa, kim kun davomida gadjetdan foydalanadigan bo'lsa, siz uchun bu ko'z oynagi himoya. Kechqurunga borib sizda boyaga aytganimdek ko'z qichishi, toliq